Assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsizlar. Bu yer Chorchinor ziyoratgohi. Urgut tumanida joylashgan va Chorchinor mahallasida joylashgan Chorchinor ziyoratgohi. Bu yerning asosiy sababchisi millatlari arab bo'lgan, ismlari Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari. Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari 866-67 milodiy yilda ilm ma'rifatni, islom dinini mana shu yerlarda kelishiga sababchi bo'lgan inson. Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari kelib, bu yerni aholisini dinga va ilmga targ'ib qilganlar. U kishini hozirgi paytda qo'lim topgan qabrlari mana hozir biz buni loyihasi bo'yicha ustida ishlayapmiz. Xudo xohlasa bir haftada agar bu loyihalarimiz rahbariyatdan o'tadigan bo'lsa, biz qurilishlarni inshaalloh boshlaymiz. Endi Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari bu yerni aholisini islom diniga da'vat qilganlardan so'ng esa mana shu qabrlarni o'rnida masjid qurganlar va shu yerda 5 vaqt namozlarni ado qilganlar. Va shu bilan bir qatorda Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratning kasmlari bo'lgan. Kasmlari taroqsozlik kasm bo'lgan. Ya'ni cho'p taroqlar yasab kasm qilib sotganlar. Shuning uchun bu yerda 4 ta chinor ekilgan. Mana ikkitasi bor. Ikkitasi 98-yilda yiqilingan. Tabiiy ofat jarayonida. Bu yerning aholisini zaboni forsiy bo'lganligi uchun Chorchinor deb nomlab ketilgan. Chorchinor, Chitiri chinori. Va shu bilan bir qatorda Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari ekkanlarga mana 1163 yosh bo'lgan, bu 2017-yilda qo'yilgan. Hozir biz buni ham yangilayapmiz. Endi Xudo xohlasa 8 yil mobaynida yoshlarni yana qo'yilib, to'g'illanib qo'yiladi. Va shu bilan bir qatorda Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari vafot etgandan keyin shu masjidda, ya'ni mana shu qo'lim topgan joylarda hozir dafn qilingan qabrlari mana shu. Endi asrlar o'tgandan keyin bu yerda Shayx Muhiddinxon Eshonboy tarafdan asos solingan jomi bor. Birinchi ko'rib turgan usti gumbazlik, oldi arkalik masjidimiz 1914-yilda Shayx Muhiddinxon Eshonboy tarafdan asos solingan. Shayx Muhiddinxon Eshonboy o'zimizni mana shu Sufyonda va mana Chorchinorda tug'ilgan shaxs. U kishi ham diniy va ham dunyoviy ilmni sohiblari hisoblanganlar. Masjid 1914-yilda qurilishi boshlangan, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra masjid to'xtab qolingan. Va shu bilan bir qatorda esa keyin bu yerlar pionerlar lager bo'lgan. Paul Morozov nomidagi pioner lager va masjidlarimiz skalat muzey bo'lib saqlangan. Va shu bilan bir qatorda yonidagi masjid mustaqillikdan keyin qurilgan. Mustaqillikdan qurilgan, keyin u eski masjidning tomlari va eshik derazalari bu yangi qurilgan masjid bilan birgalashib hammasi chiroyli holatda qurilib bitkazilgan va hozirgi kunda jami masjid 5 vaqt namozlar ado qilinadi. Endi yuqorida maqbara bor. Xuddi shunga o'xshagan qurilgan tayyor maqbara. U maqbaraning ichida 2 shaxs. Ya'ni birinchisi Shayx Muhiddinxon Eshonboyning o'g'illari, Shayx Qutbiddinxon va Muhiddinxonning otalari Shayx Valixon. Shayx Valixon Eshonboy Muhiddinxonning otalari hisoblanadi. U kishi 1915-yilda vafot etganlar. U kishi ham tariqat namoyandalari bo'lgan. Vaholanki ahli ilmlardan bo'lganlar va shu bilan bir qatorda ham diniy va dunyoviy ilmlarning egalari bo'lganlar. Shayx Qutbiddinxon, ya'ni Muhiddinxonning o'g'illari 1983-yilda vafot etgan. U kishi esa Navoiyshunos olim bo'lganlar. Hazrat Alisher Navoiy hazratlarini ko'p, masalan, o'sha turkiy asarlarini vaholanki o'sha yozilgan baytlarni o'zbek tilida tushunadigan darajada qilib tarjima qilganlar. Va shu bilan bir qatorda yuqorida bulog'imiz bor. U bulog'imiz yerdan qaynab chiqyapti. Ma'lumotlarga qaraganda 1400 yillik tarixga ega bo'lgan buloq. Chunki Hoji Abu Tolib Sarmasti hazratlari deydi, kelgan paytlarda u buloq ham o'sha paytda bo'lgan. Rivoyatlarda shu buloqning atrofida u kishi qo'nim topib yerda qolganlar degan gaplar ham bor. Endi qolganlari zohiriy 150 ga yashafat chinorlarimiz bor. Va shu bilan bir qatorda bu yerda akatsiya, archa va holanki tut, yong'oq daraxtlari bor. Qarib bu yerda 250-270 turdagi daraxtlar bor. 150 chinorlar bo'lsa,
Qolganlari esa har xil turdagi daraxtlarimiz bor. Endi qolganlari zohiriy, bu yerlarni chiroyli ziyoratlar qilib endi o'zlari davom etaversizlar. Sog' bo'linglar. Endi bu narsani qancha ta'rif qilsak shuncha kam, lekin gap ko'p. Sababi bu yerdagi tarix katta, lekin ko'p gapirgandan ko'ra qaysidir ma'noda bir kelib ko'rgan biz uchun va hammamiz uchun yaxshi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, salom. Assalomu alaykum. Bu bizni Chorchinor marshaklarga bolalar keladi, odamlar keladi, dam olib ketadi. Eski dam oladigan joy bor. Mabahlarga eskiga kassa bu marshaklarni odamlar dam olib suvda ichib ketaveradi. Odamlar har kuni kelaveradi. Bir yoqdan kelsa, yoqdan kelaveradi. Tugamaydi-da. Shu oqshomgacha odam keladi, undan keyin kelmaydi. Har kuni kelaveraman men. Har kuni shexdaman, yoqlarni aylaman, bu yoqlarni har kuni shexga bo'laveraman. Bu suvga cho'milish mumkin emas. Bu ham mashaqda, mana shu shaharni hamma shundan suvlar bo'lganda hamma shundan ichadi. Keyin shu hamma to'g'ri suv mana shundan ulab bo'lgan. Baliqlari bor. Har doim mashaq ko'rib o'tiraman. Bexga odat bo'lib qolganda har kuni kelish, shexga o'tiraman, mabahlarga aylanaman. Chinorga chiqaman. Chiqish mumkin. Aniqlarni ko'raman. Mabahga ham baliq bo'lmay bu ko'lga. Ana shu suv boribdi, tag'ri pastga tushib keladi, to bozorgacha boradi-da. Mana shu so'ng men mana shu daraxtni yaxshi ko'raman. Orqadagini. Пойду в беседку.